Assalomu alaykum aziz do'stlar, aka-ukalar, obunachilar. Xudo xolasa mana bugun ham ishlarimizni boshladik. Tomga penalonboz quyish. Andijondamiz, Shahrixonda. Xudo xolasa mana ishlarimizni tugatib oldik. Mana ko'rib turibsizlar, qo'ldan kelgancha qilib, chiroyli qilib quyilyapti. 10 sm qilib quyyapmiz bu joyimizga. Ko'pchilik savol beryapti, bu narsa yorilib ketmaydimi? Xudo xolasa bu quygan narsamiz yorilmaydi. Agar vassalari yaxshi holatda qoqilgan bo'lsa, mana shunday holatda qoladi, shunday qat'iy yorilmaydi. Keyin mana yana so'rashib turgan savollardan chirimaydimi, dimlanmaydimi, shuni oldini olib, har bitta uyga ikkitadan dimoxod qo'yib ketilyapti. Havo aylanib turadi, bir dimlanishini, chirishini oldini oladi. O'zi asli chiritadigan narsa ham emas bu. Bir qurib olgandan keyin o'zi qurib qattiq bo'lib qoladi, nami qochib ketadi o'zi buni ham. Xo'p, bu mahsulotimiz tarkibida suv bo'ladi, sement bo'ladi, gipsi bo'ladi, penasi bo'ladi. Bu narsa yorilmaydi, keyin yonmaydi, vazni o'ta yengil bo'ladi. Loy suvoqdan ham ko'pchilik aytyapti, yonib ketadi deb. Yo'q, bu narsa yonadigan narsa emas. Chunki tarkibida o'zi yonadigan narsani o'zi yo'q. Ko'rishlaring mumkin, xudo xolasa qo'ldan kelganicha qilib shunchalik holatda quyib beramiz. Tomga pena quydirmoqchi bo'lganlar shu ekranda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab xizmatdamiz. Bizni tomosha qilib turgan aka-ukalar, obunachilar like tugmasini bosishingizdan chiqmasin. Rahmat, sog' bo'lasizlar.